Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz shtabdan ona bolani больницasiga yaqin bo'lgan joyda 2 sotuli zo'r variantimizni chiqyapti, ko'raydi. Remontini zo'r demoqchiman. Avtomatik darvoza, so'qillarimiz полностью mramor toshdan qilingan. Naves ostida turadi. Tashqari tomoni high-techga tortib turadi, ichkarilari boshqacha, kollaboratsiya qilingan. Bu yerda hojatxonamiz joylashgan, hovli uchun va bunaqa daraxt ekib qo'yilgan, tagiga toshda terilingan ekan. Podvalda ham oynalarimiz bor. Magnoliya daraxtlari, bu yerda kattagina yozgi oshxonasi noodatiy qilingan ekan. Qozon-o'choq, hamma narsasi bor xullas. Bu yerda ham mana tayyor holatda. Uyimizning fasad qismi balkonlargacha qilib qo'yilgan. 2 sotu, 3 ta uровень, 5 ta xona, 2 ta holi bor. Uy qurib kelar ekanmiz, bizda birinchi hol bo'ladi. Bu yerda loft dizayn tanlangan ekan. Tak zinalarni ham perilalar loft tanlangan ekan. Bu yerda mana hol bo'ldi. Lyustralar juda ham chiroyli, televizor qo'yadigan zonasi. Bu yerda xonada ketma-ket joylashgan, teplый pol bo'lgan полностью. Birinchi kiradigan, ko'radigan xonamiz oshxona. Oshxonaning fartugi. Panoramik oyna. Hovliga bu yerdan chiqib ketsa ham bo'ladi. Xonaning razmeri yaxshi, bemalol ovqat tayyorlab, shu yerda o'zi ovqatlanib o'tirilsa, televizor idishga joylari bor, konditsionerlari, trubka simlari hammasi dovul ichidan o'zi montaj qilingan. Endi keyingi xonaga o'tamiz. O'ng qo'limizda ikkita vaqat eshidan zalga o'tamiz. O'zbeklar bak zalni yaxshi ko'rganiga eng katta xona zal ekan. Chiroyli dekoratsiyada qilingan, lyustralari ham chiroyli ekan. Ranglari yoqdi menga. Yaxshi rang tanlangan ekan. Bu yerda ham panoramik oyna. Podvalda oynalari ham bor. Mana marhamat, bu yerda ham xuddi shunaqa. Ozgina joy qoldirilgan orqada. Keyingi xonamizda spalnya bo'lyapti. Spalnyamiz razmerlari yaxshi. To'g'risi 2 sotuga o'xshamas ekan. 2 sotuga baribir 5 ta xona yaxshi tushadi. 6 ta xona bo'lib ketsa, kichkina bo'lib qolar ekan mana. Bu yerda sanuzol ham bor. Mana bu shkafni joyi stroyniy qilinadi. Sanuzolimiz shu kabina qilingan, unitaz installatsiyali mebellar ham qo'yilgan. Uyimizda ozgina bet-betida chalishlari bor, qilib beriladi oxirigacha. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinalari MDFdan bo'lgan. Ikkinchi etaj yoqdi ko'proq menga. Mana ikkinchi etajimizda kattagina hol bilan boshlanadi. Mana lyustrasiga necha bog'i zo'r qilib qo'yishdi ekan. Bu yerda mana hol, televizor iladigan zonasi, mebelni dekoratsiyada qilingan ekan. Orqalariga katta panoramik oyna, balkonlari ham bor. Tak, endi ikkita detskani ko'rsataman. Yonma-yon joylashgan. Uyimizda jami 4 ta spalnya bo'lyapti. Tepada 3 ta, pastda bitta. Bo'yinadigan zona, make-up zona, bu yerda mana panoramik oyna, chiroyli uголок qo'yilgan. Shkaf bo'ldi bu yerda. To'g'ri, yana bitta spalnya bor. Yani detski mana mebel bosh tomoni bu spalnyani. Ve o'rtada umumiy yuvinish xonasi. İkinci qavatda ikkita yuvinish xonasi bor, pastda bitta. Bu spalnya bo'lsa kattalaniga bo'ladi. Marhamat. Kattagan razmerda. Oynalari orqa hovliga qaragan. Va o'zining ichida alohida sanuzol ham bor. Endi podvalda ko'ramiz. Tak, podvalga tushib kelar ekanmiz. Birinchi bizda hol bo'ladi. Katta dam olish zonasi qo'yilgan. Bu yerda menimcha toshdan terib, искусственный daraxtlar qo'yish uchun joy tashab ketganlar. Полностью ramkali remontdan chiqqan. Anaqa ekan, poka emas, lepka, gipsdan bo'lgan. Izriladigan joylari chiroyli podsvetkadan qilib qo'yilgan ekan. Endi to'g'rida bitta katta xonamiz, mana marhamat. Mebel qilingan ekan. Dovolga bu yerda bitta xona yana alohida. Bittasini garderobga, bittasini холодный xonaga, bittasini игровой qilib qo'ysa ham bo'ladi. И skryt eshikdan kotelniga o'tamiz. Kotelnimiz ham kattagina. Boiler, kotellar vismin qo'yilgan ekan. Mana oynalar ham bor. Vismin kotel, konditsionniy. Xullas uyimiz sotilyapti. Shtab ona bolada bo'ldi, 2 sotu. Narxi pastga yozib qoldiramiz. Qolgan ma'lumotlarga telefon qilinglar, salomat bo'linglar.